Hayz og'rig'i qachon normal hisoblanadi va qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Hayz odatda og'riqsiz bo'lishi kerak, lekin ozgina miqdorda og'riqlar, masalan, dori ichishni talab qilmaydigan darajada yoki og'riq qoldiruvchini ichishni yoki ukolini olishni talab qilmaydigan darajadagi simirlovchi, bir kunda o'tib ketadigan og'riqlar bu normal hisoblanadi. Chunki hayz paytida matka qisqaradi va o'sha bachadon qisqarishi oqibatida hayz qoni chiqib ketadi. Mana shu qisqarishini ayollarimizda og'riq bilan kechadi. Agar tabletka ichishga majbur bo'lmasa ayollarimiz, demak bu yengil og'riq hisoblanadi va o'tib ketadi. Ammo ba'zi bir ayollarimiz shu darajada kuchli og'riqdan aziyat chekadi, hattoki qizlarimiz ham, va ular og'riq qoldiruvchi ichishga majbur bo'ladi yoki bir xil aytadi, skoriy chaqirib ukol ham qildirdik yoki qildiramiz deydi. Bu patologik hisoblanadi. Bunaqa paytda tekshiruvdan o'tish tavsiya qilinadi. Ko'pincha bunaqa ayollarimizni endometrioz rivojlangan bo'ladi va bu endometrioz kasalligining asoratlari yomon bo'lgani uchun albatta o'z vaqtida qiz bola bo'ladimi, ayol kishi bo'ladimi, tekshiruvdan o'tish tavsiya qilinadi.